Yoqqan molni olavering xonim. Juda ham chiroyli-da. Rangini qarang, lovullaydi-ya. Yaxshi. Chiroyli bo'lsa 10 dinordan beraman. Axir 20 dinor turadi-ku. Abu Sufyon ayoliga ham istaganingizdan tanlab olavering. 15 gaz yer. Mana bu olihalarga sovg'a, taqqanga savobi tegsin. Ey Abu Lahab, nimaga bu kishi menga boqmasa? Kim o'zi bu? Meni tezroq bu yerdan olib keting. Nima uchun bu yerga Muhammad keldi? Nima uchun haddan oshaverdi? Balki o'zgarib qolar. 40 yoshga yetganda-ya, quyilish o'rniga g'orga chiqib ketyapti. Issiq ko'rpa o'rniga tog'u toshlarni ixtiyor etyapti. Hadicha kabi bir badavlat ayolga uylangan bo'lsa, Makkani ulug'lari ham unga yeta olmagan bo'lsa, u olihalarimiz Uzzoga ham turli bo'xtonlarni yog'dirayotgan emish. Nasablarimiz ilohi bo'lgan Lot va Manotga ham, taqdirimiz qo'lida bo'lgan, karvonlarimizni ofatdan saqlaydigan Hubalga ham. Bunga o'xshagan odam o'zini o'zi halokatga soladi-da. Xalq oldida olihalarni yerga urishni oqibati yomon. Bid'at bu, nonko'rlik bu, isyonkorlik bu. Muhammadga biror falokat tegmasa deb qo'rqaman. Har safar katta bozor tomon bo'layotganda xafaligim ortaveradi-da. Balkim kengasiga yetib bora olmasman. Ey Abu Talib! Ey Abu Talib! Ey Abu Talib! Shoshilma, nima gap Zayd? Muhammad g'ori xalodan tushganlari yo'qmi? Yo'q. Ko'rmadim. Sizni oldingizga tushganlar deb Hadicha mening yoningizga yubordilar. Ehtimol u kishi Abu Bakrni uylarida edilar. U yerdan ham surishtirdim. Demak, hali g'orda ekanlarda. 3 kundan buyona bu safar juda uzoq turib qoldilar. Ish qilib tinchlik bo'lishganda nima bo'layotganini bila olsam, kishi olamni g'ordan turib juda yaxshi mushohada eta oladi. Mana shu ulug' muborak kunda osmon bilan yer o'rtasida yangidan bog'lanish boshlandi. Butun mavjudotni yaratguvchisi bo'lgan buyuk Alloh mana shu kuni yerga birinchi bor o'z farishtasi orqali insonlarni baxtiyor hayotga yetaklash uchun yo'llanma bo'lgan Qur'onni tanlangan bandasi Muhammad alayhisalomga Hiro nomli g'orda fikrga cho'mgan hollarida turganlarida birinchi oyatini yubordi. O'qi. O'qi, yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi. Va Robbing eng karamlidir. U qalam bilan ilm o'rgatgandir. U insonga u bilmagan narsalarni o'rgatdi.
hamon titrab turmoqdalar. Vahiy u kishiga og'ir kelganga o'xshaydi. Qo'llarida ham qabullatadigan quvvatlari yo'qday. Vujudlaridan ter seldek quyilmoqda. Va lekin hushlari joyida. Zayd, birodaring Muhammadga nima bo'ldi? G'orda yolg'iz o'yga to'lib turganlarida birdaniga oldilariga farishta kelib, o'qing. Shunda men o'qishni bilmayman dedilar. Farishta esa qayta o'qing. Muhammad esa nimani o'qiyman debdilar. Shu vaqtda vahiy farishtasi debdi. O'qi, yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi, Robbing eng karamlidir. U qalam bilan ilm o'rgatgandir. U insonga u bilmagan narsani o'rgatdi. Keyin Muhammad bularni o'qitdilar. Harflar xuddi qalblariga kitobdek yozilganday bo'lib qolibdi. Keyin Jabroil yonlaridan ketibdilar. Jabroil Muhammad g'ordan tashqari chiqqan paytlarida osmondan shunday ovoz eshitilibdi. Ey Muhammad, siz Allohning payg'ambaridirsiz. Men esa Jabroildirman. Muhammad ularga qaytib kelgach, bo'lgan voqeani Hadichaga aytib berdilar. Keyin Hadicha u kishiga xursand bo'ling, mahkam turing. Allohga qasamki, sizni bu ummatga payg'ambar bo'lasiz degan umidda edim. Zayd, sen aytgan narsalarga yana kimlar ishondi? Eng avvalo ishonganlar Hadicha, Ali va Abu Bakr bo'ldilar. O'zingchi? Men ularni o'g'illarman-ku. Bu ishni Makkaga yoyilishdan ehtiyot bo'lgin. Amakingiz sizni himoyangizni zimmalarga oldilar deb ham aytib qo'ygin. Aslo behimoya qolmaydi. Muhammad qarindoshlarini nimaga chaqiribdi o'zi? Bilolganim yo'q. Boraylikchi. Hali xor deydi, hali farishta deydi. Bularni hammasi bid'at. Bunga Abu Sufyon nima deyapti? Shuningcha bularni Bani Hoshim to'qiganlari. Axir bu qanday bid'at bo'lsin? Holbuki avvalda ham payg'ambarlarga vahiy kelgan-ku. Masalan, Isoga, Musoga, Zakariyo, Nuhga va boshqa payg'ambarlarga ham. Kim bu? Jafar. Qo'lingdagi nima? Qur'ondan bir sura. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Vaqtiki quyosh o'ralsa, vaqtiki yulduzlar to'kilsa, vaqtiki tog'lar yurg'izilsa, vaqtiki hovlida tuyalar muattal qolsa, vaqtiki vahshiy hayvonlar to'plansa, vaqtiki daryolar qaynatilsa, vaqtiki jonlar o'z jinsiga qo'shilsa, vaqtiki tirik ko'milgan qizlar qaysi gunohlar uchun o'ldirildi deb so'ralsa, vaqtiki nomai a'mollar tarqatilsa, vaqtiki osmonni po'sti shilinsa, vaqtiki jahannam nihoyatda qizitilsa, vaqtiki jannat yaqin keltirilsa, shunda har bir jon nima narsani tiriklikda tayyorlaganini juda yaxshi bilar. Jafar, Alloh u kishiga ushbu oyatlarni yuborganda oldilarda edingmi? Ha, titroqdan butun vujudlari silkinar. Peshonlardan ter quyilib kelar.
go'yo hushlardan ketay degandek keyin asta o'zlariga kelib gapira boshladilar. Tong ham otib